Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar, Begum Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana bugun Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chotqol sanatoriyasidamiz. Bu yerda sanatoriya bilan 2-3 yildan beri shartnoma asosida begumlarni yetkazib kelib, hamda ular o'zlari sanatoriyaning o'zida har xil turdagi gullar, mazali daraxtlar yetishtirishyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma ko'chatlar bor. Mana begumning o'ziga stakanchikka 50 tuproq qilib, stakanlarga kichkina gul urug'larini ekib yetishtirishyapti. Undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, har xil turdagi chetdan keltirilgan daraxtlar hamda eng asosiysi o'zimizning O'zbekistonda qariyb 2-3 yildan beri yaxshi rivojlanayotgan issiqxonalarda banan ko'chatlari yetishtiriladi. Banan ko'chatlari afzalligi 1 yilda hosilga beradi, 1 yil yoki 14 oyda hosil beradi hamda buni bitta ko'chat ekadigan bo'lsangiz, yonidan 3 ta 4 ta qilib ko'chatlar yana chiqishni boshlaydi. Mana bananlarning o'zi ham mana tugish holatida. Bular mayda sortli banan hisoblanadi. Ular bitta donasi 1 yil davomida 30 kilodan 35 kilogacha hosil beradi. Juda ham manzarali, mana shu gullar ham ko'chalarda sotiladigan 3000-5000 atrofida bo'lsa, bu yerlar o'zlari yetishtirishadi. Asosiy mana shu begomizga. Begomizning xususiyati har qanaqa o'simliklarga bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ularning tomirini kuchaytirib beradi hamda ma'lum bir miqdorda kasallanishlarni ham oldini oladi. Hamda keyingi yilga yerlaringiz yumshoq bo'lib, hosildorligi yana oshirib boraveradi. Mana. Juda ham zo'r. Bu yerda dam olaman degan insonlarga tavsiya beramiz. Bularning uslugalari ham, qilayotgan sharoitlari ham juda ham yaxshi holatda. Bunaqa boksdan hozir 16 ta bor. Boshqa bokslarda esa turli xilda gullar, qimmat-qimmat gullar ekiladi, yetishtiriladi. Mana. Issiqxonamizning temperaturasi hozir +15-20 gradus issiqlikda. Mana turli xildagi go'zal gullarni ham ko'rishingiz mumkin hamda tuvaydagi. Bular hammasi begomizga bo'lgan, o'zlari yetishtiradi. Mana bu yerda mana boya bananlarni ko'rsatdim. Mana banan ko'chatlari ham o'zlarida yetishtiriladi. Tuvaylarda keyinchalik kattaroq joyga olinadi. Hamda mana dam olayotgan insonlar kelib turib, mana shunaqa go'zal issiqxonalarda har xil turdagi gullarni ko'rib, bahri dil ochilib, aylanish imkoniyati bor hamda turli xildagi mana